başlayamiz. 0 dan başlayamiz. Sizlarga takrorlab o'rgataman. Bedagi YouTube'a qo'yaman videoni, shudan ko'rib olaverasizlar. Telegramga ham qo'yaman, shudan ham ko'rib. Uyga vazifa, mana shuni takrorlab, mavzusini topshirib berasizlar. Beda onlaynda bizdan ko'rib turgan bolalar, shu kitobdan boshlaymiz. Buni bilasizlar, geometriya oxirgisida bor. Boshindagi mavzudan boshlaymiz. Ya'ni birinchi mavzusi burchaklar va masofalar degan mavzu. Men sizlarga takrordan o'tib beraman bu narsani, yaxshimi? Qaranglar, demak shunda boshlaymiz. Burchak va masofalar. Burchaklar, masofalar. Qaranglar, buni mavzularni elektronisini Telegram kanaliga tashlab qo'yaman yana sizlar uchun ham. Ya'ni mavzular masalan burchakni tarifi bor, masofaning ham xuddi shuning tarifi bor. Bu tariflarni sizlarga Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Sizlar ham shundan ko'rib olib, qaytadan yana o'zlashtirib olsangiz bo'ladi. Qaranglar, birinchi narsani tushunib olaylik. Men geometriya nomini o'rganadi o'zi boshida. Geometriya so'zini ma'nosi nima deb aytiladi? Geo yer, metrio o'lchash deganni bildiradi, to'g'rimi? Ya'ni bu yunonchada olingan bo'lib, geo yer, metrio o'lchash. Endi geometriya ikkiga bo'linadi-da. Geometriya ikkiga bo'lib o'rganamiz biz ham buni. Birinchi navbatda buning birinchi bo'lagi planimetriya, demak shunda planimetriya. Ikkinchi bo'lagi navbatda stereometriya. Inglizchada stereo degani fazo degani. Metrio degani o'lchash. Stereo player degan narsa bor edi. O qadim zamonda bilsangiz. Stereo player degan nima deganadi? Ommaviy muzikalar, osmoniy muzikalar, osmon uchib ketasan degan bir ma'noni bildirish uchun qo'yilgan edi-da bu. Ya'ni bu stereo degani fazo degan, ya'ni fazoviy jismlar. Jism degan nima degan? Ikki narsaning farqini boringlar. Ino bu narsaga jism deb aytiladi. Jismni ishlatib bilasan, qo'ling bilan zuhra. Ushasa bo'ladi, ko'rdingmi? Lekin bu planimetrik shakllarda planimetriya degani yer usti o'lchovlar degani. Bular masalan shakl bo'ladi, faqat bularni chizish mumkin. Buni adinovi kvadrat, to'g'rimi? Buni chizish mumkin, buni ishlatish mumkin, qo'ling bilan ushlab turish mumkin. Tushundingizmi bu narsaning farqini? Endi qaranglar, bir narsani tushunib olaylik. Geometriyaning eng asosiy tushunchalari bor. Birinchi o'lchash. O'lchash nov orqali amalga oshiriladi. Ya'ni buni o'lchashning novlari bo'ladi, birliklari bo'ladi. O'lchash birliklari. Qaranglar, yozuvga e'tibor bermanglar. Yozuvim ham ko'p xato, o'zi ko'p joyda xatolar ham bor. O'lchashning birliklari. Demak, o'lchashning birliklaridan nima kiradi? Uzunlikning birliklari bizlarni qo'pol qilib tushuntirganda. Demak, birinchi birligi nima bo'ladi? Kilometr bo'ladimi? Kilometr nima bo'ladi? Ming nima bo'ladi? Metr bo'ladi. Ko'pchiligi shuni bilmaydi, tarsini o'tishni bilmaydi. Ya'ni metrdan nishatib kilometr o'tamiz. Masalan, ina bu narsa ko'pchilikda muammo. 1 metr necha kilometr? Shattabamiz. Demak shunda 1 kilometrni mingga nishatib berish kerak. Bo'lib berish kerak. Ya'ni 1000 dan 1 bo'ladi. 1 taqsim 1000 nima bo'ladi bu? Kilometr yoki 0.001 nima bo'ladi? Kilometr. Endi men sizlarga bir chetda yozib ketaveraman. Medalab tashlamayın. 1 metr 100 nima bo'ladi? Santimetr. 1 santimetr nima bo'ladi shunda? 10 nima bo'ladi? Detsimetr. 1 detsimetr nima bo'ladi? 1 santimetr 10 nima bo'ladi? Millimetr bo'ladi. 1 detsimetr 10 nima bo'ladi? Santimetr. 1 detsimetrni endi millimetrga o'tsam, necha millimetr bo'ladi shunda? 100 millimetr bo'ladi. Tushundingizmi bu narsaga? Tushunarlimi? Qiyin narsa emas. Misollari dumom qiyin emas. Endi qaranglar. Burchak degan narsani ko'rib o'tamiz. Burchaklar. O'lchaydigan narsamizning adi transportir. Nima ekan? Transportir deb aytiladi. Transportir degan narsa nima o'zi? Iminning bir sirkulni qadim zamondagi sirkullarning ichida shuni yuvashga dedi. Shuni ibida iminning datchiklarni ya tezlikni datchiklarni bir vajlar bor edi, ko'rdingizmi? Bu burchakni o'lchaydigan narsa edi. Endi burchakning turlari bor. Nechta turlarga bo'linadi? Birinchi, o'tkir. O'tkir degan nima degan? O'tkir degani biz bilamiz-ku, uzloq yoki inabidagi burchak, alfa deb tasavvur etsam, alfa nechik bo'lishi kerak edi? 90 gradusdan kichkina bo'lishi kerak edi. Ikkinchisi nima bo'ladi endi shunda? O'tmas degan burchak nechik bo'ladi? Yoyiqroq bo'ladi, qanot ochilganroq bo'ladi. Demak, bedagi alfa burchak necha gradusdan katta bo'lishi kerak edi? 90 gradusdan katta, necha gradusdan kichkina? 180 gradusdan kichkina bo'lishi kerak edi, to'g'rimi? Endi uchinchisi bor. To'g'ri burchagimiz bor bizani. To'g'ri burchak necha gradus bo'lishi kerak? 90 gradus. Ya'ni shu necha gradus bo'lishi kerak ekan shunda? 90 gradus bo'lishi kerak ekan. Endi to'rtinchi tushunchamiz bor. Nechik burchak bu? Yoyiq burchak. Yoyiq burchak necha gradus bo'ladi?
180 yoki bo'lmasa oddiy qilib aytganda ko'rpang yoybat deydi ya, döşegin yoybat deydi apan. Yoy degani katta, umuman hech yerda bir qiyshiqligi yo'q. Ya'ni bu narsa necha gradus bo'ladi? 180 gradus bo'ladi. Endi qaranglar, bir narsani tushuninglar. Bular burchaklarning turlari bu. Demak 1, 2, 3 necha tura bo'lar ekan? 4 tura. Shundan gap chiqqan holatda любой burchakni ishlab bilamiz biz. Demak endi qaranglar. Birinchi qo'shni burchak degan tushuncha bor. Qo'shni nomi burchak. Qo'shni burchak degan nima degani? Qo'shni burchak degani bir to'g'ri chiziq yoki buni necha burchak deb aytamiz hozir shu turishini? Yoyiq burchak bo'ladimi? Yoyiq burchakda necha burchak hosil bo'lishi kerak? 2 burchak hosil bo'lishi kerak. Demak 2 burchak degani. Buni nima deymiz? Alfa, buni nima deymiz biza? Beta. Demak endi alfaga betani qo'shsam necha gradus bo'lishi kerak? 180 gradus bo'lishi kerak. Tushunalimi? Demak qoida gap chiqadi shunda. Qo'shni burchaklarning yig'indisi necha gradus bo'ladi ekan? 180 gradus bo'ladi ekan. Tushunalimi? Ikkinchi narsamiz bor bizani. Bu vertikal burchaklar deb aytiladi. Vertikal burchak. Nima degani vertikal burchak degani? Bu bir nuqtada kesishi uchun necha to'g'ri chiziq bo'ladi? 2 to'g'ri chiziq orasindagi nollar aytiladi. Burchaklar. Buni nima deymiz yine? Alfa, buni nima deymiz? Beta. Qaysilar o'zaro vertikal bo'ladi desa, bu beta bilan buni nerindagi? Pasindagi, tushunalimi? Bu alfa bo'lsa, buni bu yonimdagimi? Demak, bu alfa bo'lsa, ina bu nima bo'ladi? Alfa, chunki vertikal burchaklar bir-birisidan chiq bo'ladi. Deng bo'ladi. Demak, ina bu beta bo'lsa, bu yonim nima bo'ladi shundan buni? Beta yoki da buni hammasini yig'indisi necha gradus bo'ladi? Necha alfa bor bu yerda? 2 alfa plus necha beta? 2 beta teng necha gradus? 360 gradus deb aytiladi, tushunalimi? Keyingi tushunchamiz bor bizani soat degan tushunchamiz bor. Ya'ni ko'plar so'raydi buni. Soat nima deb. Soat degan tushunchamiz bor. Bizda bilasizlar, iminiy soatimiz bor. Ya'ni dumaloq soat deydi yoki 12 lik soat deydi. 12, 1, 2, ibir necha bo'ladi shunda? 3, ibirimiz 4, ibirimiz 5, bir necha bo'ladi? 6, 7, 8, necha? 9, 10, ibir necha bo'ladi? 11. Endi dumaloq soatda ikki xil stirlika bo'ladi. Birinchisi minutniki, ikkinchisi noniki soatniki. Endi ular qandaydir burchakka buriladimi? Burchakka buriladi degani e'tibor beringlar. Masalan, ina bu soat stirlikasi bo'lsa, uzunroq stirlikasi bo'ladi, minutniki. Paydo bo'ldimi orasida burchagina? Yoki bu burilish natijasida ham nollar hosil bo'lib boraveradi. Burchaklar hosil bo'lib boraveradi. Endi qaranglar. Ina bu minut mili o'pshi aylanib chiqish uchun necha gradus ketadi? 360 yuriymi? Necha minutda yuriydi? 60. Demak shunda qaranglar, o'pshi 360. Nechaga bo'lishim kerak buni? 60 ga bo'lishim kerak. Nima bo'ladi 360 ni 60 ga bo'lsam? 6 gradus. Ya'ni minut mili 1 minutda necha gradusga buriladi ekan shunda? 6 gradusga buriladi ekan. 6 minutda buriladi ekan birinchisi. Gördingmi? Ikkinchisi soat mili, e'tibor beringlar. Soat degani o'pshi aylanib chiqish shuncha soat ketadi. 12 soatmi? O'pshi necha gradus aylanadi? 360. İşte dedik 360 ni 12 ga bo'lamadik. Demak, bu necha gradus bo'ladi? Ey, yo'qolsang-a. Boy gitsang-a. 30 gradus. Demak, soatni mili 1 soatda, ya'ni h soatda necha gradusda buriladi? 30 gradusda buriladi. 1 minutdagini necha topamiz shundan buni? 1 minutda necha topadik? Ina bu 30 gradusni ham necha dedik yana 60 ga bo'lamadik. Chunki 1 soatning ichida 30 gradusda burilsa 1 minutdagini topish uchun 30 ni necha berish kerak? 60 bo'laka. Bo'lib berish kerakmi? Demak, bundan gap chiqadi. Bu necha gradus bo'ladi shunda? 0.5 non hosil bo'ladi. Gradus. Tushundingizmi bu narsaga? Tushunalimi? Endi bu yerda 2-3 xil misollar bor. Hozir misollardan bir ketdan o'rganib ketaveramiz. Sizlar avval ham ko'rganman, prosta yodingda saqlab qo'ydajakman. Qara. Endi misollarni 2-3 turi bor-da. Buni ko'pincha neda tushadi bu misollar? DTMda tushadi, o'n turlari bor. Bu kitobdagi misollar dimosan. Qara, ikki narsani farqini borish kerak. Bisektrisa, novo. Ya'ni bisektrisa degan tushunchamiz bor bizani. Demak, nima ekan? Bisektrisa. Bisektrisa nima edi? Bisektrisa 12 ga bo'ladi. Burchakni teng 2 ga bo'lamadi. Demak, burchakni teng 2 ga bo'lsa, ina bu burchak bo'lsa, uni nechada teng 2 ga bo'ladi. Demak, ina buni alfa desam, ina bu nima bo'ladi? Alfa ina bu chiqqan narsani odi nima bo'ladi? Bisektrisa bo'ladi. Bisektrisa degani, masalan, tasavvur etinglar.
Bir de bir shunday bir misol bor. Burchakni bisektrissasi o'tkazilgan. U burchakning tomoni bilan degani, burchakning tomoni degani o'zi burchak harflar bilan belgilanishi kerak. Ina bu B, ini bir nima bo'ladi ina? Ibn nima desa bo'ladi? S. Burchakda tomon paydo bo'ldi endi. Qaysi tomonlar bor? A, B, A, S. Tushundingmi? Ina bu narsaga nima deb aytiladi? Bisektrissa. Burchakning tomoni bilan 30 gradusli burchak hosil etsa, burchakning o'zini top desa, burchak harflardan belgilanadi va uchi durishi kerakina qara. B, A, S. Ya'ni uchi neda turadi ekan? O'rtasida turadi ekan. Tushunalimi? Ya'ni buni oldina burchak belgisini qo'ysak, burchak B, A, S bo'ladi. Tushundingizmi? Demak bu 30 gradus bo'lsa, ina bu necha gradus bo'ladi? 30. Jami necha gradus bo'ladi shunda? 60 gradus paydo bo'ladi. Tushundingizmi buni misolni? Endi ikkinchi tushadigan misollarimiz endi misol tushadi. Ya'ni vertikal burchaklarni deydi 3 tasini yig'indisi. 3 tasi degan ina bumi? Alfa, beta, bu ham nima bo'ladi bunda? Beta 3'sini yig'indisi alfa qo'shimcha beta demak. 2 beta dedi 216 gradus dedi. 3-chi burchakni top dedi. Yani 3-chi burchak yo'q bu yerda. Burchaklarni top dedi har birini. Qara. O'pish hammasi necha gradus bo'ladi dedi? 360. Ina bu alfa bo'ldimi? Alfani topish uchun nechta kerak endi? 360 dan 216 necha tashimiz? Ayrt tashimiz 144 gradus bo'ladimi shunda? Arqa burchakni topish uchun netamiz endi? 2 ovara 2sini yig'indisi necha gradus bo'lishi kerak? 180. Endi betani topish uchun netamiz shunda? 180 dan ina bu 144 ni necha tashimiz? Ayrt tashimiz necha 6 gradus? 36. Uchinchi nisbata doir misollar bor bu temada. Nisbata doir misollar degani, masalan, qara. Kesishdi ikkisi bir-biri bilan. Ikki xil burchak hosil bo'ldimi? Bularning nisbati deydi 5 u 7. Ya'ni 5 bölü 7 nisbat degani. Qaranglar, nisbatni men buni tushuntiraman. Masalan, sen bir jo'rang bilan sholakding bordinglar. Kelishdingiz boshida. Uka 5 ga 7 ishimiz. 5 ga 7 degani, sen 5 chalak olsang, men necha chalak olaman? 7 chalak. Chunki men tuxumini berib turibman sana, yerini berib turibman sana deb o'zingizga o'rab kelishib olishingiz mumkinmi? Bu ham xuddi shu narsa. Demak, shunda buni no x deb aytamiz shunda. 5x, buni x deymiz. 7x bu degani men ya 5 chalakdan x marta olaman. Sen 7 chalakdan necha marta olasan? X marta olasan. Bu narsaga nisbat yoki to'g'ri nisbat deb aytiladi. Bular ikkisini yig'indisi necha gradus bo'lishi kerak? 180. Nechun 180? Bular bir-biri bilan qo'shni deb aytiladi. Mahliya demak shunda nima bo'ladi? 5x qo'shimcha x 7x teng necha gradus bo'lishi kerak? 180. Demak 12x teng 180 gradus. X topish uchun necha kerak? 180 ni 12 ga bo'lishga necha chiqadi bu shunda? 15 gradus chiqadimi? Har birisini top desang, 5x topish uchun netamiz biri. Demak 5x teng 5 ko'paytirib necha gradus bo'ladi? 15 gradus. Necha 5 gradus bo'lsa shunda? 75. 7 ko'paytirib x bo'lsa 7 ni necha ko'paytiramiz? 15 ga bu 105 gradus kelib chiqadi. Tushundingizmi? Ana endi 3-turdagi misoldan keyin 4-misolimiz bizda kesmaga doir bo'lgan misol. Chunki geometriyani birinchi eng asosiy mavzusida kesmalar mavzusi ham bor. Demak, kesmani aytadi. Kesma dedi, bizda dedi 4,2 detsimetr dedi. Agar uni o'rtasidan bir nuqta olsak, o'rtasida degani bir xohlagan bir joydan-da, demak kesma A bu kesmamiz bor edi. Ichidan bir nov oldik, S degan nuqta oldik. Ular dedi 3/4 nisbatda bo'lindi. Demak, yana shu gap. 3/4 bo'lsa, bu yerdan x deymiz, 3x, bu yerdan x deymiz. 4x ikkisini yig'indisi necha gradus deng? Nechaga teng bo'ladi shunda? 4,2. Buni detsimetrdan nov o'tib berish kerak. Santi, demak 42 oladimi? Nima bo'ladi shunda bu? 3x qo'shib 3x 4x teng necha bo'ladi? 42. Demak bizda 7x deganim 42 kelami, x deganim 6 ekan. Har bir bo'lakni topamiz. Demak A S 3 ni x ya'ni 6 ga ko'paytirsam necha santimetr bo'ladi? 18. B S nima bo'ladi shunda endi 4 ni 6 ga ko'paytirsam necha 4 bo'ladi? 24 santimetr bo'ladi. Tushundingizmi bu narsaga? Tushunarlimi? Demak, muammoli misollari yo'q buni boshqa mavzuda o'tamiz, orqa mavzuga o'tamiz endi.